Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilar, do'stlar. Mana hozir o'sha Qirg'iziston Respublikasida o'sha Jalolobod Bozorqo'rg'on tumanida o'sha qilib borayotgan ishlarimizdan video obzor qilib boryapmiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha bitta layklab otib qo'yamiz do'stlar. Mana bu yerda shu qurilgan uyni mana bu yerga molxona qilishgan, ko'rib turganingizdek. Molxona qilingan bu tarafda, bu tarafda endi naves, bu yerda 2 etaj uy qilingan. Har xil ish maqsadida qurilgan, ya'ni bu yerda uy egasi dehqonchilik qilar ekan, asosan sarimsoq ekib, mana shu yerda sarimsoqlarini saqlab, ya'ni bozorga tayyorlab, bunaqa ishlar bilan shug'ullanar ekan do'stlar. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring, uyimiz pishgan g'ishtdan bo'lgan ekan, birinchi etaji, ya'ni ikkinchi etajga ham pishgan urilgan. Hozir qo'ldan kelgancha ko'rsataman, ikkinchi etajda, ya'ni o'zimizda loy g'ishtdan, xom g'ishtdan qilingan joylari ham bor ekan do'stlar. Hozir qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Bu taraflar mahalla, ya'ni o'sha Bozorqo'rg'on sentriga yaqin joylar. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, ikkinchi etajga chiqqanimizda mana bu yerda tumbalarimiz, mana bu yerda 1,5 yoshli tumbalarimiz va asosan mana ko'ndirang tushgan bitta katta xona bu pishig'ishdan bo'lgan va bu taraflar mana ko'rib turganingizdek ajrab turibdi do'stlar. Mana bu yerdan o'zi mana shu yerdan ajrab turibdi, mana shu ko'rganingizdek xom g'ishtdan bo'lgan. Bu yerda bitta katta mehmonxona, ko'rib turganingizdek 7 metr oshroq ekan. Bu yerdan chiqsak, bu yerda bitta spalnisi bor ekan, mana 3,5 metr atrofida. Ikkinchi xonasi bu 4 metr atrofida ekan do'stlar, ko'rib turganingizdek xom g'ishtdan bo'lgan. Bu 4-chi xonasi do'stlar, mana ko'rib turganingizdek bu bunisidan ham kattaroq, 4,5 metr atrofida. Xona chiroyli qilib uyda andozasiga baho berib qo'yamiz do'stlar. Tepalari mana ko'rib turganingizdek chiroyli qilib balklar tashlab, vassalar bilan qamish tashlab, lombozlar qilingan do'stlar. Bu tarafda yana qo'shnilar joylashgan hudud. Xohlas yana bu tarafdan ko'chani bir ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek bu qo'shnilarga, ya'ni bu taraf do'stlar.